O'zbekistonda sovuq vaqtda issiq o'lkalarda maza qilib dam olish mazza bo'lsa kerak-a. Korxonamiz tomonidan avval o'tkazilgan musobaqalarda Xitoy davlatiga, Turkiya davlatiga, yaqindagina elektriklarimiz bilan Misr davlatiga borib, dengiz bo'yida maroqli dam oldik. Endi esa aziz elektriklarimiz Vyetnamga boramiz. AIDA kompaniyasining barcha mahsulotlarini sotib olasiz, ya'ni Mutlusan, Chetinkay, Schneider, Delixi mahsulotlarini sotib olasiz va 12000 ball yig'asiz. 12000 ball yig'ganingizdan so'ng sizga Vyetnamga sayohat paketini sovg'a qilamiz. Yana bir yangiligimiz bor. O'tgan safar Misrga sayohat qila olmagan elektriklarimiz uchun. O'tgan safar yiqqan ballaringizni 50% ni kesib tashlaymiz va o'sha chiqqan balldan boshlab siz yana ball yig'ishni boshlaysiz. Ya'ni sizda 3000 ball bo'lgan bo'lsa, 50% ya'ni 1500 ballingizni olamiz va sizni 12000 ballgacha bo'lgan qadamingiz ancha qisqaradi. Bu esa sizning yutish imkoniyatingizni yanada oshiradi. Vyetnamda ko'pchiliklashib bir piyola choy ichish hammamizga nasib qilsin. Buning uchun esa 4 oy muhlatimiz bor. Shoshilamiz.